birinchi formulasi sinus alfa taqsim 2. Demak, o'sha alfa taqsim 2 ning sinusini nimaga deyin deydi? O'sha yarim burchak. Alfa taqsim 2 o'sha 1 taqsim 2 alfaning yarmi. O'sha yarim burchak deyiladi. Shundan gaplashamiz. Yarim burchak formulasi sinus alfa taqsim 2 nima deydi desa 1 minus kosinus alfa taqsim 2 ni kvadrat ildiziga teng. Bu faqat plus minusdan bo'ladi. Plus minusdan bo'ladi. Nimaga plus minusdan? Agar alfa taqsim 2 ni choragi buni sinusni plus qilsa, musbat qilsa plus qoladi. Alfa taqsim 2 choragi sinusni manfiy qilsa minus qoladi. Chunki bu musbat manfiy bo'lishi mumkin-da. Lekin ildizdan nima chiqmaydi, hech qachon manfiy chiqmaydi. Mabodo manfiy bo'lsa-yu, bu musbatga teng qilib bersangiz bo'lmaydi-da. To'g'rimi? Shuning uchun ildizdan musbat chiqadi. Lekin plusi minus qoladi degan savol. Bunga bog'liq. Sinus musbat bo'lsa plus qoladi, manfiy bo'lsa minus qoladi. Endi keyingisi, mabodo meta nima bo'lsa, meta uni ikkilangani bo'ladi. Tushundingizmi? O'sha ikkilangan burchakni formulasini shular kelib chiqqan o'zi hammasi. Hammasi kelib chiqqan ikkilangan burchak formulasidan. Tushundingizmi? Bu qayerdan kelib chiqqan mana shu narsa? 1 minus 2 sinus kvadrat x degan, to'g'rimi? Xo'p, endi bu baqib o'tadi. 2 sinus kvadrat x, sinus kvadrat x bu tomonga o'tsa tomonga. Kosinus x o'ng tomonga o'tadi, minus bo'lib 1 minus kosinus 2x. 2 ga bo'lib olsak, sinus kvadrat x teng 1 minus kosinus 2x taqsim 2 bo'ladi. Bo'lamiz, hali kvadrat ildizi shunga teng bo'lsa, kvadrat shunga teng bo'lsa, sinus x teng ildiz ostida 1 minus kosinus 2x taqsim 2 bo'ladi. To'g'rimi? Faqat plus minusdan. O'sha x ni burchagi, shu burchakning choragi sinusni musbat qilsa plus qoladi, choragi manfiy qilsa minus qoladi. Mana shundan kelib chiqqan formula. Kosinus ikkilangan burchakdan kelib chiqqan. Sinusni yarim burchagi. Faqat meta nima bo'lsa, meta ikkilangani bo'lishi kerak. Mana x bo'lsa 2x bo'ladi. X taqsim 2 bo'lsa, meta x bo'ladi, ikkilangan. Mabodo x taqsim 4 bo'lsa, meta x taqsim 2 bo'ladi. Chunki x taqsim 4 ikkilangan nima? X taqsim 2 da. Mabodo meta 3x bo'lsa, meta 6x bo'ladi. Endi haqiqatni bilishingiz kerak. Shuni berib turib toping desa buni. Meta 10x bo'lsa, meta nima degan 5x bo'ladi. Yarim bo'ladi. Shundan kelib chiqqan. Keyingisi kosinus alfa taqsim 2. Kosinus alfa taqsim 2 degani, yana ildiz ostida plus minusdan 1 plus kosinus alfa taqsim 2 ga teng. Meta nima bo'lsa, shuni ikkilangani bo'lishi kerak. Bundan farqli ravishda meta minus bo'lsa, bunda plus bo'ladi. Bu ham ana undan kelib chiqqan. Kosinus ikkinchi formulasi bor edi-yu, 2 kosinus kvadrat x minus 1. Shundan kelib chiqqan. Shundan kelib chiqqan. Qanaqa kelib chiqqan? Hop, bu ikki o'sin tenglama bo'lsa, keyin bir aql o'tgan. Keyin nima qoladi? 2 kosinus kvadrat x o'zi qoladi. O'ng tomonda bir aql o'tganligidan plus bo'ladi. 1 plus kosinus 2x bo'ladi. 2 ga bo'lib olsa kosinus kvadrat x teng 1 plus kosinus 2x taqsim 2 bo'ladi. To'g'rimi? Shunga keyin kosinus x topish uchun ildiz yozsa kvadrat ildiziga kosinus x kelib chiqadi. Kosinus x teng ildiz ostida 1 plus kosinus 2x taqsim 2. Faqat o'sha plus minusdan. Ko'ryapsizmi, meta nima bo'lsa, uni ikkilangani bo'ladi. 2x bo'lishi kerak. 2x bo'lishi kerak. 2x bo'lsa, meta 4x bo'lishi kerak ikkilangani. Endi plus va minus qolishi bunga bog'liq. Buni mana shu gradusni choragi musbat qilsa plus qoladi, buni manfiy qilsa minus qoladi. Tushunarlimi? Mana meta alfa taqsim 2 bo'lsa, meta ikkilangani alfa bo'lyapti. Alfa taqsim 2 buni musbat qilsa plus qoladi, manfiy qilsa minus qoladi. Tushunarlimi? Bu birinchisi, ikkinchisi, endi uchinchisi. Tangens alfa taqsim 2. Nimaga deyilsa, tangens alfa taqsim 2 shuni nisbatga teng bo'ladi. Chunki tangens alfa taqsim 2 degani sinus alfa taqsim 2 taqsim kosinus alfa taqsim 2 deganmiz. Shuni bo'lib olganimizda, hop, mana o'ng tomonni bo'laylikda, ildiz ostida 1 minus kosinus alfa taqsim 1 plus kosinus alfa bo'ladi. To'g'rimi? Ikkilar yo'qolib ketadi-da. Ildiz ostida 1 minus kosinus alfa taqsim 1 plus kosinus alfa bo'ladi. Ildizda alohida bo'lsa, bitta qilib berish mumkin bo'lishi. Bitta qilib bersa, mana shuni formulasi kelib chiqadi. Bu ham ishorasi plus minusdan bo'lishi kerak. Agar alfa taqsim 2 buni musbat qilsa, plus qoladi, manfiy qilsa, minus qoladi. Ildizda manfiy chiqmaydi-ku, musbat chiqadi doim.
Bu manfiy bo'lsa, bu musbatga teng bo'lmaydi. Tenglash uchun mana plus minusdan bittasi qolishi kerak. Shunaqa. Bu keyin boshqa formulalari ham bor. Boshqa formulasi hop sinus alfa taqsim 1 plus kosinus alfa formulasi bor. Yoki hop 1 minus kosinus alfa taqsim sinus alfa formulasi ham bor. Bu qatdan kelib chiqqan, tepasiga ham pastga ko'paytirgan 1 plus kosinus alfa ko'paytirgan, mana tepaga ham pastga. Pastda 1 plus kosinus alfani kvadrati bo'lib ildizdan chiqib ketdi, mashina o'zi bo'lgan. Tepaga ham ko'paytirgan 1 plus kosinus alfani. 1 minus kosinus alfa kari 1 plus kosinus alfa. A minus B, A plus B, A ni kvadrati 1 minus buni kvadrati. Kosinus kvadrati. 1 minus kosinus kvadrati degan sinus kvadrati degani. Sinus kvadrat ildiz chiqarsak, sinus alfani o'zi bo'ladi. To'g'rimi? O'zi bo'ladi. Endi nimaga plus minus bunga qo'yilmayapti desa, mabodo bu manfiy bo'lsa, o'zi manfiy chiqadi bu mashinasi. Mabodo bu mashina musbat bo'lsa, o'zi musbat chiqadi mashinasi. To'g'rimi? Musbat chiqadi. O'zi asli sinus kvadrat bo'lganida tepada. Sinus kvadratning moduli bo'lishi kerak edi. O'shani qo'ymaganligimizdan shuni o'zi mashina musbat yoki manfiy chiqarib beradi. Bunga qarab turib. Yoki buni keltirib chiqarish uchun tepaga ham pastga ko'paytirgan 1 minus kosinus alfani. Tepaga ham pastga ham ko'paytirgan 1 minus kosinus alfa. 1 minus kosinus alfa kar 1 minus kosinus alfa shuni kvadrati. Ildizdan ish ketib 1 minus kosinus alfa o'zi bo'ladi. Modul bo'lishi kerak, lekin 1 minus kosinus alfa hech qachon manfiy bo'lmaydi. Kosinus alfa maksimal qiymati 1 bo'lsa ham ayrilganda hech qachon manfiy bo'lmaydi. 1 0 bo'ladi maksimal, minimal. Boshqa payt musbat bo'ladi. Keyin pastga ko'paytirgan 1 minus kosinus alfani. 1 plus kosinus alfa kar 1 minus kosinus alfa A plus B, A minus B, 1 kvadrati minus kosinus kvadrat, sinus kvadrat bo'ladi, ildiz ostida sinus kvadrat. Undan sinus alfani moduli bo'ladi. Modul nimaga qo'ymayapmiz? Shu mana narsa shuni musbat chiqaradi yoki manfiy chiqaradi bunga moslab qo'ymasak agar. Tushundingizmi? O'shancha qo'ymagan. Demak, tangens alfa taqsimga ikkinchi, uchinchi formulалari ham bor. Shunga teng. Tangens alfa taqsim. Bu bundan kelib chiqqan. Tangens alfa taqsim 2 degani sinus alfa taqsim 2 taqsim kosinus alfa taqsim 2 chap tomonlar nisbati teng, o'ng tomonlar nisbatiga bo'lyapti. Ikkala qisqarib ketganligidan ildiz ostida tepasi 1 minus kosinus alfa taqsim 1 plus kosinus alfa bo'lyapti. Shunga teng. Endi to'rtinchi formulasi. To'rtinchi formulasi katangens alfa taqsim 2. Katangens alfa taqsim 2. Katangens alfa taqsim 2, kosinus alfa taqsim 2, taqsim sinus alfa taqsim 2 degani, to'g'rimi? Kosinus alfa taqsim 2, taqsim sinus alfa taqsim 2. Endi past tepaga bo'lganda bu. Pastda tepaga bo'lganda, mana tepada qoladi. 1 plus kosinus alfa tepada, 1 minus kosinus alfa pastda bo'ladi. Faqat shu nimada ildiz ostida bo'ladi. Keyin plus minusdan ham bo'lishi kerak. To'g'rimi? Plus minusdan ham bo'lishi kerak. Nimaga plus minusdan bo'lishi kerak? O'sha gap alfa taqsim 2 ni burchaga katanginisni manfiy qilsa minus qoladi, musbat qilsa plus qoladi. Tushunarlimi? Tushunyapsizmi? Demak shunaqa. Buni ham o'sha nima qilgan? Ikkinchi, uchinchi formulari bor. Tepaga ham pastga ko'paytirgan 1 minus kosinus alfani. Ko'paytirsa 1 minus kosinus alfani. Mahraji o'sha 1 minus kosinus alfani kvadrati bo'lib nima ildizdan chiqib ketadi. Tepasi 1 minus kosinus alfa kar 1 plus kosinus alfa A plus B, A minus B, 1 kvadrati minus kosinus kvadrat bu sinus kvadrat degani. Sinus kvadratdan ildiz chiqarilganda sinus alfani o'zi bo'ladi. Modul ostida bo'lishi kerak edi. Qo'ymaymiz modul. Chunki shu musbat bo'lsa, musbat chiqaradi mana shu manfiy bo'lsa, shuni manfiy chiqarib beradi. Bunga to'g'rilab mana bunga. Uchinchi formulasi. Tepaga ham pastga ko'paytirgan endi. 1 plus kosinus alfani ko'paytirgan. 1 plus kosinus alfa kar 1 plus kosinus alfa shuni kvadrati bo'lib, bundan ildiz chiqarganda 1 plus kosinus alfani o'zi bo'ladi. Ko'paygan shu mahraji ham 1 plus kosinus alfa kar 1 minus kosinus alfa keyin 1 kvadrati minus kosinus kvadrati bo'ladi. Bu degani sinus kvadrat bo'ladi. Sinus kvadratdan ildiz chiqarilganda sinus alfani o'zi bo'ladi. Yana u modul ostida bo'lishi kerak. Kvadrat ildiz ostida bo'lsa, modul ostida bo'lishi kerak. Qo'ymayotganimiz sababi mabodo bu musbat bo'lsa, shu musbat chiqaradi. Mabodo bu manfiy bo'lsa, shu nima qiladi mana shu narsani manfiy chiqarib beradi. 100% shular teng. Mana yarim burchakni tangensi, katangensi, sinus kosinusini tushunib oldik. Keyin mana bu yerda alfa taqsim 2 bo'lsa, mana alfa bo'ladi doim. Nima bo'lsa, aqli ikkilangani bo'ladi. Shu ham esdan chiqmasin. Nima bo'lsa, o'shani yozib qo'ymayman tag'in. Nima bo'lsa, aqli ikkilangani bo'ladi. 10x bo'lsa, bu yerda 20x bo'ladi, ikkilangani. 40 gradus bo'lsa, bu yerda 80 gradus bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p, shu. Demak, bu ham o'zi kelib chiqqan. Asosiy bu ikkovsi kelib chiqqan. Ikkilangan burchakdan, to'g'rimi? Asosiy bu ikkovsi kelib chiqqan ikkilangan burchakdan.
bu tangensni yarim burchallari bo'lsa, bulardan kelib chiqqan bo'ladi. Bulardan kelib chiqqan bo'ladi. Bo'ldi.